Assalomu alaykum. Hurmatli vatandoshlarim, o'zbek xalqim. Men bugun Lunda qisqa bo'layotgan voqealarni aytyapman. Bu juda ham muhim ota-onalar uchun. Hozir men efirni ko'rdim, videolarni ko'rdim. O'zimni zemlyagim Surxondaryodan, Boysun tomonidan, tojik millatidan Nasimxolov degan 1 millionta auditoriyasini yiqqan, to'g'ri Surxondaryoda Bobotoq degan tog'da bir odamni topib jin deb ssenariy qilib o'ylab chiqargan bir 5-6 yil oldin shundan yig'ib olgan. U jin как будто sigaret so'rar ekan, paynetka pul to'lar ekan, zapiskalari bor ekan. Shunday odamlar ishonib, millionga yaqin migrantlar shu vaqtlar unga azob bo'lgan. Ana hozir endi bu juda ham boyib ketdi. Toshkentda 5-6 ta kvartira o'z so'zi bilan aytayapti. Mana Indiyadan olib kelyapti, qandaydir vrachlarni Indiyanikini har xil nimalarni, keyin kasallarga, nogironlarga pul yiqqan edi. Bir ikkita qolib ketgan Toshkentda ana qizlarga Moskvada qolib ketgan og'ir ahvolga tushganlarga pul yiqqan edi. U Rossiyada nimada bo'lgan ekan? Deport bo'lgan ekan. U Rossiyaga bormayman deyapti. To'g'ri, Rossiyada uni o'zbek fohishalarni videolarga tushirib tarqatganda ham uni o'zbek yigitlar, keyin o'zbek ayol qizlar hammasi yomon ko'rib qolgan. Nima ishing bor? O'zbekni sharmanda qilib birinchi, shundan keyin O'zbekistonga qaytib kelib, O'zbekistonda men hozir bilmayman qayerda, lekin efirga chiqyapti. Eng yomoni, men ular nima bo'lganini o'z zemlyagim, uni nima ham qilmayman, bratishka u, lekin men ogohlantiryapman. Kecha ko'rgan efirdagi gaplaringizni bu aqlga sig'maydigan narsa. Nima deyapsiz? Nima bo'lyapti bu? Tushunyapsizmi? Ota-onalarga yuragini yorib nima deyapsiz? Bu qaytadan nima qilyapsiz? Aralashmayman deyapsiz-da, yana odamlarni urushga ketganda, urushni sistemasini tushunasiz. Nasimxolov urush hech qachon armiyada xizmat qilmaganga o'xshaysiz. Qamoqda o'tirib chiqqanga o'xshamaysiz. Rossiyani imенно Ukrainada urush bo'layotgan joyda, Lugansk, Donetskda hayotingizda bo'lmagansiz. Rostov qayerda joylashgan geografiyasini bilmaysiz. Territoriyani umuman tushunmaysiz. Qaysi nimalar bilan через Mariupol Belorussiya bilan chegaradosh, bu tomondan Bryanskdan chegaradosh, Ukrainani Kursk, Bryanskdan ketadi Moskva yo'liga, lekin shularni bilmaysiz-ku. Nima kerak aralashib? Nima kerak urushdan olib kelaman deb yolg'on gapni o'yin qilib rozыгрыш qilib olgansiz? U odamlarning hayoti ketyapti-ku, odamlarning taqdiri ketyapti. Nima kerak? Qochib kelganlarga unday pul beraman, bunday qilib aldab keyin bermay, yolg'onini chiqib qolib, mana o'zim videolari turibdi menda. Qashqadaryodan bittasini olib keldi, aeroportda kutib oldim. Ayt degan ekansiz. Nasimxolov urushdan olib qochib keldi. Keyin hali avtosalonga kirgizib, qaysi mashin bo'lsa men senga va'da beruvdim, olgin. Pravangiz yo'qmi? Avtosalonlar ham kelishgan, u Qashqadaryo bolani ustidan kulib taksiga o'tirgizib jo'natib yubordi. Hech qanday mashina yo'q. U qanday mashin? Mashin prichom berdi. Bu yerda boshqa narsa, strashniy narsani aytyapsiz. Strashniy. Uголовный kodeks bo'yicha jinoyat javobgar bo'lasiz. Agar buni hozir matbuotda imенно men emas, men mayli o'zim o'tirib chiqqanman, Rossiyaning shu Donetsklarda polniy yurganman, любой shahrini bilaman. Toshkent, Kramatorsk Donetskdan 30 kilometr aeroport. Ana shu Kramatorskda bo'lganman, Kramatorskdan Donetskda yashaganman, Lugansk, undan keyin через Mariupol, siz aytgan joylar o'zi ko'rmagansiz hayotingizda. Men Belorussiyaga o'tib ketganman, Minskga, Arshanskiy, Lina-Kamenatka. Lekin butun Rossiyani любой точкasini aylanganman, lekin
mana unday hech narsani yuridiskiy tomondan yuridiskiy tushunmasangiz, sistema ichki ishlarda yo tergovda ishlamagan bo'lsangiz, voyenkomatni sistemasini tushunmasangiz, nima kerak, olib kelaman, unday qilaman, hozir nima deyotganini bilasizmi? Aqlga sig'maydigan narsani aytyapsiz. Men yurist 45 yillik tajribam bo'lib turib, bunday gapni birinchi marta eshitishim, efirga qanday qo'rqmay aytyapsiz? Davlat qanday qarayapti? Xalq qanday eshityapti buni? Aytyapsiz, bittasini onasiga ham, keyin o'ziga ham aytyapsiz. Aha, sen yarador bo'lganmisan. Yarador bo'lgan bo'lsang, qayering, boshim kontuziyni, qo'limdan nima o'q yeganman. Barmoq ishlaydimi? Mana ukazatelni barmoq. Yo'q. Olib ketadi. Ukazatelnini og'inda chopib tayla. Pichoq bilan kes. Chop. Членовредительство. Bu Rossiya statyasida статья 139 уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем стимуляции болезней. Или иными способами. Simulyatsiya болезни qaysi? Членовредительство deyapti. Bu bir tanani kesish. 41-yillar Stalin chiqargan ana shunday членовредительство, yostiqni qo'yib pistolet bilan shunday otib oyog'ini yarador qilganlarni ko'pini topib, o'zbeklar o'zimizni dezertir deb na месте rastrel bo'lgan, joyida otgan. Hozir ham statya bor. Statya mana urush, imенно urush vaqtida 5 yildan 10 yilgacha qilar ekan. Mayli, tinch vaqti 1 yil, 2 yil bor. Lekin членовредительство в целях освобождения от исполнения обязанностей, а вот членовредительство, которое было во время повреждения deyapti, своего части тела deyapti, у именно военных действий, да, во время вооруженного конфликта 5 yildan 10 yilgacha yana qamalib ketadi. Uni ekspertlar, kriminalistlar bor, sudебный ministerstvo оборонада, военный prokuratura bor, военный tribunal bor, joyida. Siz efirda buni endi O'zbekiston territoriyasidan qilayotgansiz, bilmayman, lekin agar Rossiya buni rus tilida перевод qilib bilsa, javobgar qiladi. Подстрекательство massiva odamlarni Rossiya urushidan qanday qochish. U yo'l emas-ku. Unday qayerdan unday yo'lni nima qilsin? Bizning davlatimiz ham qarab turibdi. Qanday yo'l bilan qo'lingni keyin bittasiga yana aytyapti. Tomni ustidan taylaysan 3-etajdan. 3-etajdan taylaysan, betonga taylash kerak, ikkita oyoq sinsin. Onasiga aytyapti. Ikkita oyog'i sinsa, bitta oiladan ikkita aka-uka ketgan, ikkita aka-uka bir-birini oyog'ini bolta bilan chopsin degan. Videolar bor. Men turibdi hammasi. Men ko'rsatishim ham mumkin. Lekin men hozir ukaga ogohlantirish qilyapman. Unday qilma deyapman. Chunki birinchi marta ogohlantirish kerak emas. O'zimning Surxondaryolik zemlyagim mayli. Nima pulim ko'p hozir. Toshkentda 5 ta 6 ta mashina, 5 ta 6 ta kvartira ana shu nimadan ishlab oldi. Indiyalarga borib kelyapsan. Butun dunyoni Dubaylarda aylanib kelyapsan. U bekorga kelmayapti. Lekin mana shu urushga aralashish kompetensiyaga kirmaydi. Nimaga? Birinchidan unday qilmaydi. Военный komissariyatlarga hujjatlar olganing yo'q. U bolani военный biletini, jeton beriladi. Kontraktda ukazaniya bo'ladi. Kontraktga приложение dokumentatsiyani tushunasiz? Yo'q. Приложение bu ilova. Ilovada kimga oilasining nomiga qaysi bankdan, Rossiya bankidan, Mir degan yo Sberbankdan O'zbekistonda Hamkor bankimi, Xalq bankiga
plastigiga o'tkazadi. Через bank o'tkazadi. Значит, kontrakt qilganda $4,000 prямо указание. 69-qaror. Vladimir Putinning qarori. Qarorlarni ham tushunmaysiz. Nima kerak ana shunday nima qilib? Bular endi 3 ta kategoriya bo'ladi urushga ketayotganlarda. Men izuchat qildim. Birinchisi ketayotganlar bu ochiqlikda yurganlar. Ana shu neprostительный. Ular ana shularni o'rgatyapti. Qochib kel deyapti. Men qochirib keldim. Urushga hali borgani yo'q. Hali men mexanizmda aytsam, u agar Rostovdan keyin Rossiya chegarasiga Donetsklarga borgan bo'lsa, hech qayerga ketolmaydi. U yerda Zagrad otryadlar turibdi, FSBniki. Любойni. Jurnalistlar ham bizda mana O'zbekiston bilan konsulstvolar bora olmayapti. Borgan qani videolar borib, asrlarni ko'rgani, yo shartnoma qilgani, tashqi ishlar vazirligidan kim bordi? Bormadi-ku. Yo jurnalistlar bordimi? Borgani yo'q. Akkreditatsiya qilish kerak. Borish uchun Ministerstvo обороны Rossiya, Ministerstvo обороны SBU haligi nimani SBU Ukrainani qurolli kuchlariga murojaat qilish kerak. Bizda o'zbeklar asirga olingan, ular tegmayapti, hammasini ishlatyapti sexlarda. Lekin asirlarni almashtirish uchun bizda Ukrainalik bitta ham asir yo'q. Biz urushga u yoqqa kirishga haqqimiz ham yo'q. Chunki O'zbekistonda 154-modda 154-moddani mana 154 yollanish ya'ni nizolayotgan davlatning fuqarosi harbiy xizmatga hisoblangan yoxud nazorat qilinib turgan nizolayotgan davlat hududida doimiy yashamaydigan joyga moddiy manfaat uchun yoki boshqa shaxsiy manfaat uchun o'zga davlatga hududida uning tarafini olib qurolli to'qnashuvga harbiy harakatlarga qatnashish degan. Mana 7 yildan 10 yilgacha ekan. Agar harbiy to'qnashuvda nima bo'lgan bo'lsa, harakat qilgan bo'lsa. Даже mana uchebni sentrga nima qilgan, nima qiladi? Bu 154. U O'zbekistonda o'zi tayyor bo'lib turibdi. Endi bu Nasimxonov nima deyapti? U chlenovredительствоni aytdi. Uni Rossiyani nafrati keladi. Yana boshqa narsani aytayapti. Sizlar deyapti, mendan nasihat, maslahat deyapti, uylaringga, ota-onalaringga deyapti, ana O'zbekistonda ham obro'yini to'kayapti. Sizlar mana krishalaring ketgan, jindi bo'lib, tentak bo'lib qolganlaring bo'yicha, agar fan tilida aytsa, meditsina tilida aytsa, bu ruhiy kasallik to'g'risida spravka. Epilepsiya kasalligi kiradi, shizofreniya kiradi, paranoya kiradi. Ana shu keyin nima kiradi? Aligrafiniya kasalligi bor. Aqldan ozgan imbetsilность легкий stadiyasi, debilность o'rta stadiyasi и idiotiya, kretinizm u eng yuqori nimasi? Stadiya pog'onasi. Ana shu bo'yicha spravka sotib olinglar deyapti. Bu sariq spravka bor, hammani urib, mashin bilan avariya qilib o'ldirib ketsa ham javob bermaydi, u tentak deb, uni qamamaydi deb 90-yil, 80-yillarda ham gaplar chiqqandi, boyvachchalar shunday spravka sotib olgan deb. Mana Surxondaryoda qamab yubordi-ku, ruhiy tibbiyot Kaptarxona Termiz tumanida nima bor edi? Psixiatrskiy больница. Hamma kimlarga bergan bo'lsa bir chana deganlar bor edi Termizda. Yurardi, avtoavariyalar qilib ikkita uchtasini urib, shu spravkasini ko'rsatib, uni prokuraturalar delasini ichki ishlar yopib yuborardi. Keyin Nodir Xudo degan baribir
Andijonlik To'raqulov podполkovnik tergovchi ana shundaylar tiqib yubordi hammasini. Bu chanalarni o'zlarini ham poddelka dokumenti bilan taqib qamab yubordi. Hozir siz nimaga o'rgatyapsiz? Poddelka qiling dokument deyapsiz. Hamma narsa O'zbekistonda deysiz, hamma narsa sotilyapti. Как будто korrupsiya jindikini u Rossiyada o'tmaydi bu. Sudebniy psixiatriyani men yaxshi bilaman. Sudebniy meditsinani ham bilaman. Jindilar turini hammasini bizga o'rgatgan. Biz u kasal degan bilan Rossiyani Kufsin sistemasida mingga yaqin koloniya bor dedi u, derdim. Shundan 700 tasi, 770 tasigacha ispravительный koloniya. Qayta tarbiyalaydigan, qayta, bunday tarbiya emas, qayta. Исправление. Исправительный degani shu, qayta degani tarbiya. Ana shu koloniyada koloniya 707. Bu yerda normalniy mujiklar ishlaydi, ishga boradi, производство bor, жил zona bor, производственный, учебный zona bor, запрет zona. U yoqda normalniy. Lekin 100 ga yaqin LIU bor. Лечебно-исправительное учреждение. U больница. Yarimi tuberkulyozlar o'tiradigan, yuqumli kasal, chisotka deydi, chima kasal, ular отдельный. И psixiatrический. Ko'pi mana 228 bilan jinoyat kodeksi, Rossiya jinoyat kodeksida onalar menga chiqyapti. Nechtasiniki bor, keyin 205 nima bilan terrorizmga deb ularga ham 8 yil beryapti. 8 yildan 3 yili kritiy kamerada o'tirish kerak, 5 keyin 3 yildan keyin 5 yil nimasida o'tirish kerak. U 205-modda Rossiyada ularni terrorizmnikini olib ketmaydi, urushga olib ketmaydi. Urushga o'zi добровольно qilmasa olib ketmaydi. Lekin mana birinchi stadiya ketayotgan u ochiqlikda yurganlar qanday tushib qolyapti bu tuzoqqa? Ko'pi добровольно borib, hech qanday qamalmayapti, ham ma'muriy ham bo'lmayapti. Pulga qiziqib, shuncha pul beramiz. Inson $4000 mana kontrakt qilganda. Bu 400 ming rubl. Agar bank kursi bo'yicha o'zbek puliga где-то 50-60 million bitta Sparta puli. U sraz aytadi, men yuramanmi, bir yil pul moshinga ishlab, ana shu pulni ishlab olaman, yo'q, urush to'xtab qolishi mumkin. Может, o'rmon ichida qochaman. Через Qozog'iston deb har xil nimalarga keladi, rejalarga. Tuzoqqa tushib qoladi kontraktga. Bu уже yog'i опасно. U tomonlarni bilmaydi-ku. Men nimani aytmoqchi edim hozir? Spravka sotib olinglar deyapti. Mayli, shu falshiviy spravkani jo'natadi. Men kasalman deb simulyatsiya qiladi, mana o'zi frontga tushayotgan. Uni psixiatristga olib boradi. Shunday yerda apparatlar bor. Polniy tekshiradigan, hamma joyga nimalar qo'yib tekshiradi. Miya sistemasi qanday ishlayapti. Keyin nima bor u yerda? Spetsialniy apparat bor, tok o'tkazadi. Odamni ko'zi chiqib ketadigan. Ana shu yerda spetsialist, psixiatrlar 30-40 yil ishlaganlar ko'zidan biladi. Agar aqlidan ozgan bo'lsa, og'riqni sezmaydi, shunday qarab o'tiraveradi. Agar u durachka kasit qilib o'zini tentakka jindiga solsa, u nomeri o'tmaydi. Baqirib yuboradi, ko'zdan biladi, deydi, sen simulyatsiya qilyapsan, ana statiya. Hech qanday jinda emas ekansan. Keyin poddelka dokumentini ham 327-modda poddelka dokument, soxta hujjat Rossiyada. Dokumentlar, mana shunday jinnilik spravkalar, blankalar, pechatlar, shtamplar uchun отдельный jazo. Oldin 3 yil berardi, hozir поддельный diplomlar, поддельный patentlar, поддельный водительский pravalar qilganlarni ham sexlarni topyapti. 7 yildan 12 yil, 15 yilgacha qamayapti.
organizatorlarni. Bu sotib olgan, lekin sotib olgan, uni использовать qilgani uchun, shundan foydalangani uchun 3 yil srok. U ham ketadi. Endi qarang, O'zbekistonda bular zaпрос qiladi. Buni qaysi nima bergan tibbiy topadi. Podelka bo'lsa baxti, agar haqiqatda pul bilan sotib olgan bo'lsa, ana shu organda tekshiradi, uni bilan prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatga qarshi, korrupsiyaga qarshi departament shug'ullanadi, keyin совместно davlat xavfsizlik xizmati ham shug'ullanadi. Ana Nasimxonov qayerga o'rgatyapti? Ana shuni qilinglar deyapti. Sotib olinglar deyapti. Aqli joyidami? Men 70 ga kirgan odam, Nasim, sen молодой, endi 30 ga kirgansan. Mendan 40 yosh kichkina bo'lsa, sen yashashing kerak. Hayotning oldinda kerak emas unday narsalarni qilish. Pul uchun, like uchun. Nima kerak xalqni aldab, o'zimizning o'zbek xalqini? To'g'risini aytaman. Mana eshitsin meni efirlarga. Mayli kim nima desin desen, bobo, biroyangiz уже go'rda pensiyaga chiqib qolib charchab. Men 10 yil oldin pensiyaga chiqqanman. 60 yoshimda, hozir 70. 10 yil oldin. Shundan 5 yilini pensiyani olmaganman ham. 65 yoshimgacha shtanga ko'tarib, tosh ko'tarib, ikkitozim Luboy bilan adin chiqib yurardim. Haligacha ham qaytmayman. Lekin Nasim, men u hammani qo'rqitasan, men unday narsani operman. 20 yil Roskada ishlaganman. Men polni bilaman. Har bir nimangni. Surxondaryoda agar duxing ham yo'q biling. Bir ikkita nimalarni Rossiyadan topib olib, ular bilan ish qilyapsiz. Kidalova. Kerak emas. Mana hozir tilingdan o'zing topyapsan. За язык надо отвечать. Til. Zachем zubы deydi. Чтоб язык за зубами deydi. Kerak emas. Shuning uchun urushga ketadiganlarni oyog'ingni chopib tayla, qo'lingni kes. Bitta o'g'lingiz onaga aytayapti, akasinikini chopsin, u unikini chopsin. Sakrasin deydi, betondan oyoq sinish kerak deydi. Kalla bilan taylasa deydi, o'ladi deydi. Urgatyapti, u qayerdan gaplarni topyapti? U чистый o'zbeklarni tushib qolgan, adashib tushib qolganlarni hozir tekshiradi-ku. Haqiqatda yarador bo'lsa ham sen simulyatsiya qilgansan, sen otgansan, ballistik ekspertiza bor, porix qayerdan ketgan, qanday bo'lgan hammasini aniqlaydi. Meditsinskiy ham aniqlaydi. Mikrochastitsa ham aniqlaydi ekspertizalar. Trassologik izlarni hammasini aniqlaydi. Kerak emas unday falsifikatsiya. O'zimizda taqdir ketyapti bolalarni. Uni boshqa yo'llari bor. Dogovor qilmanglar deyapti. Dogovor deyilmaydi birinchi, kontrakt deydi. Kontraktni o'zi ko'rgansizmi? Mana kontrakt ham bor. Jetonlar ham bor. Военный bilet qayerdan berilgani, nomer chiyasi, nomer batalyon, hammasi bor. Hammasi bazamga kirityapman. Nechtasi murojaat qilsa, zaпрос elektronida beryapman onalarga. Onalar betini bijir-bijir qilib ham chiqishi mumkin, ochiqcha ham chiqishi mumkin. Bu yerda o'g'aylar pulga talashyapti. Shu, например, shu erkak farzandi uchun, oilasi uchun o'zini hayotini garovga qo'yib, xavfga qo'yib o'lib ketyapti. Lekin uni hech marta borib issiq sovug'iga qaramaganlar o'sha pul uchun talashyapti. Aka-ukalari, uning nimalari, kelinlari, u beva xotinga o'zi napadeniya qilyapti. Seni olasanman pulni o'zing, borib mahallalardan dokumentlar yig'ishga boshlayapti. Ular qanday hujjatni ham qilishni bilmayapti. O'tirib olganlar o'rgatyapti. Boring Rossiyaga, voyenkomatga. Eshitinglar, u nochor ayollar Samarqanddan, Qashqadaryodan chiqyapti.
pulimiz yo'q deyapti, uylarini rasmlarigacha ko'rsatyapti. Borishga o'zimiz kasalmand, tilni bilmaymiz. Borishga bolalarimni mana shu qo'shni qishloqqa borishga taksiga puli, avtobusga puli yo'q. Qandayga Rossiyaga boramiz deyapti. To'g'ri, lekin kontraktni pulini bizga jo'natmagan bo'lsa, jasadi kelgan bo'lsa, qarz olib, nima qilib ma'rakasini o'tkazgan bo'lsa ham, kimdir o'zi birga qo'shib beradigan pulan berib orar ekan, u ham yo'q, bita bo'lib ketyapti. Qandaydir o'sha gruppalar ishlayapti shu yerda. Kafani o'g'irlash ketyapti. Menga chiqsa, men yozib berishim mumkin, zapros qilaman, dokumentlar olishim mumkin, sistemani bilaman. Uni ham siz nima yordam beryapsiz? Sizning nima maqsadingiz bor? Murojaat qilgandan keyin doverens bo'yicha ularning nomidan yozaman shu военный komissariyatga, mudofaa ministrligi, harbiy vazirlikka danini olamiz. Agar yo'qolgan bo'lsa, kopiya dublikatlarni olamiz. Bedaraga yo'qolgan bo'lsa, axtaramiz. Unday avantura qochib kelinglar. Jindi bo'linglar, shunday sovetlar berish. Bu hammasiga statya bor-ku. Mana 339 da aytdim. 338 ham bordi hali. Dezertirstvo. Bormayman, urushdan qochdi degani o'zi yana qo'shib beradi. Mana dезертирство во время боевых действий наказанием срок от 5 до 15, 15 yilgacha ekan. Urush ketyapti, как раз. Hali ham Putin boboga rahmat aytish kerak, otishdi. Yevropadan hozir adilasiya qilgan, Yevropani 98-yildami, keyin 2006-yilda O'zbekiston ham 2008-gacha moratoriyga kirdida, atmen qildi o'lim jazoni. Agar o'lim jazoni hozir qo'llasa, u haqqi bor, urush ketayotgan davlatda o'lim jazoni. Ana tuhmatdan qamalsa ham otib tashlagandan keyin u ming yozganing kassatsiya, reabilitatsiya to'g'ri bir tinga qimmat. U odam o'zi yo'q otib tashlagandan keyin. Ana shuning uchun o'limni hali qo'ymagani yaxshi, u jazoni. Urush, lekin haqqi bor qo'yishga. Bunday qonun bo'yicha. Hali ham qo'ymabdi. Endi ko'p ishonyapti, bechora nochar borgan. Endi kategoriyalarni aytayin. Bular nochar emas ketganlar. Chisti 154 ga tushib turibdi. Mana endi o'zimni xalqimni, o'zimni nimani qamalganlarni men himoya qilaman. Kodeksda qamoqda o'tirgan, nochar o'tirganlarniki ko'rsatilmagan. Nima uchun ularni endi javobgar qilish kerak? Ana nabarot, hozir Senat, mana men xat bilan chiqaman, lekin men bir o'zimman. Один поле не воин. Bitta odam yakka hech narsani pagodani izminat qila olmaydi. Menga bir ikkitasi chiqyapti, tuppoy bir negativchilar, tuppoy deyman. U ayrim meni hozir 8700 ta, 9000 ta nima bo'layapti? Подписчигimdan где-то 95% normalniy. Bir 5% bor. Chiqadigan meni nima uchun yomon ko'radi bilmayman. Nima? Men ularni arpasini xom o'rdimmi? Agarodiga kirdim. Nima haqqi bor? O'zlarini ishi emas. Boshqa odamning ishi. Siz ruscha chiqqan dedim, Sergey Bezrukov bo'yicha. O'zbekcha gapiring, ruscha chiqmang. Ruskiy yazıchniy segmentga chiqyapman. Ruslarga murojaat qilyapman. Rus tilida chiqish kerak. Nima deyapti bu? O'zbekcha. Til bilgan yomonmi? Til bilgan mana indiyaliklar angliyskini bilib turib, polni Londonda o'qib meditsinani olib kelgan. Biznikilar ham tilni bilib, Rossiya, Germaniya, nemis tilini, rus tilini bilib borib urgansin. Kerak emas o'zbek nima rus tilini. Tilni bilsa yaxshi-ku. Qancha hujjatlar rus tilida yozilgan. Hozir bu 30 yildan beri lotin tilida buncha nimalar yo'q. Bibliotekalarda huvillab yotibdi. Yo'q kitoblar. Metodichkalar, broshuralar yo'q. Specialность bo'yicha.
Selxoztexnika, selxozximiya bo'yicha deyapman, agroximiya bo'yicha, botanika, bog'dorchilik bo'yicha yo'q-ku. Ximiya bo'yicha, fizika bo'yicha, astronomiya bo'yicha, geografiya bo'yicha yo'q, fundamentalniy. Rus tilida tez perevod bo'ladi angliyskidan. O'zlaring bilasiz. Shuning uchun razvitay mana rus tilida o'qiganlar repetitorga buni to'xtata olmaysizlar. O'qima degan kim hozir современный bo'lib ketyaptimi? Keyin men chiqdim ana shu rus nimasida ham. Уважаемый Rossiyan desa, bittasi chiqyapti, nimaga уважаемый deydi. Dunyo bo'yicha уважаемый, bu hurmatli deydi. Rossiya xalqini hurmatli, Rossiya xalqini 100%dan 90% normalnilar. 10% natsisi bor. 10% shovinisti bor. Ularda adilat qilish kerak. Qolgani mana men bu yil o'zi 4 ta joyda bo'ldim. Zabaykalya, Chitada, eng aniqlarda qamoqda chiqqan buryatlar, ruslarni opasniy Antonovskiy degan nimalar qo'shilgan Zabaykal oldingi Chechenskiy oblast bilan Aginskiy, eski Semyonovskiy bandalar, oq gvardiyachilarning farzandlari. Ana shular вообще uyiga bir stakan suv so'rab borsang, miltiq bilan chiqadi. Zачем пришел deb. Вооруженный. Shunday banditlarni shahri, lekin normalniy rus tilida уважаемый, подскажите desa, вот так, удачи deb jo'natadi. Vladivostokda ham mana bo'ldim, Novosibirskda ham bo'ldim. Normalniy rus xalqi, ruscha so'rasangiz ko'rsatib, nima qilib, даже bitta rus bilan gaplashdim. Tashqarida кофе 10 barobar arzon, ichkarida olib beryapti menga. Ты на русском со мной общаешься, разговариваешь deb kofelar olyapti. 10 barobar qimmatiga nimaga men bilan gaplashib ketyapti. Yaxshi, ularni dushasini topsangiz, normalniy, hamma narsasini beradi. Lekin nimasiga ularning mentalitetini bilish kerak. Kerak emas ularni hammasini yomonlab. Nima qildi ular? Nima kelib temir yo'llarni qurib berdi, elektr nimalarni qo'yib, lampochka hammasi qayerdan kelib qoldi? Oldin yurardi chiroq, jinchiroq, sham bilan. Ishagarovada hammasi transport, zavodlar, aviatsiyalar qildi-ku bizlarga. Ular teginmas kerak. Bizni o'zimizdan bo'lyapti bu yerda. O'zimizda pul uchun ketyapti deyapti, lekin mana kategoriya ketayotganlar ikkinchi kategoriya ochiqlikda yurgan. Bu deport bo'ladiganlar. O'zi ma'muriy, Rossiya ma'muriy bo'yicha KOAP deydi, Kodeks administrativного prava 18.8 degan bor. Bu propiska bo'lmagan, narushение qilgan, nima проживание nimasi, propiskasi, продленияsi bo'lmagan, srogi o'tib ketgan. Shunga 18.8 bilan sud 5.000 jarima qiladi. 5.000. Bizda pulga 700.000 so'm pul bor. Cheklov qiladi, nima taqiq qiladi, Rossiyaga kelish, deport 2 yil, 3 yilga. Ana shunga rozi bo'lmasdan nima qilayin desa, urushga borasanmi, mayli, senga gражданство 1 yillik kontrakt tuz deydi. Ana 1 yillik kontraktda все o'zi. Lavushkaga tushdi. O'zi 228 da lavushkaga tushyapti Zagladkadan. 10 yil olyapti. Bu yerda ikkinchi lavushka urushga ketyapti. Pul ham olasan. O'lsang 5 million, bu bizning pulga 600 million pul. Butun kreditlaringdan qutulasan, bilib olgan hammasini. Nima uchun kelgan? Yaxshi yashaysan deb. Shu farzandlarim, ukalarim, singillarim yaxshi yashasin deb
o'zini xavfga qo'yib o'zbegim mana shunday ketyapti. Bu shu kategoriyaga kiradi. Ochiqlikda bu ham. Ochiqda yo o'tirsa ham bularni vaqtincha 3 oygacha reabilitatsioniy markazda ushlaydi. Reabilitatsioniy sentr deydi. O'zbek tilida o'zimizda O'zbekistonda ham bor reabilitatsiya markazi. Daydixona deydi. Shu daydixona. Ochiq yerda kirib chiqib yuradi. Skollarda sotka. Unday qamoqxona emas. Qamoqdan chiqardim deb shu daydixonalardan chiqardi ham qamoqdan chiqardik deydi. Keyin qamalganlarda lekin qamalganlarda qaysi kategoriyasi? 327 foydalanish. Ulardan reabilitatsiyada ushlab turadi. Asosiy shu bilan ko'pini patent, poddelka nima qilgan. Ana shuni ham nasib qilib reklama qilyapti. Bitta firmadan ana shuni sizlarga qilib beradi, lekin bazadan chiqmasa nima qiladi u? Pravasi ham, pasporti ham, propiskasi ham, patenti ham falshiviy bo'lib chiqsa, ketdi qamalib. Yana sotib olgan bo'ladi buni. Narxini ana rus tilida bo'yicha ham sertifikat o'zi aytayapti-ku nimalar, tushganlar, migrantlar 5000 ga sotib oldim. Nima tilni bilmayman desa 5000 ga sotib oldim deyapti. Keyin bu 3-kategoriya o'zi qamalganlar. 327 bu eng opasniy statya bu. Ko'p, juda ham. Poddelka dokumentov o'zimizda qalbaki qilish, qalbaki hujjat, rasmiy hujjatga bila turib yolg'on nima kiritish, soxta shtamp, muhr, pechatlarni nima qilish, tayyorlash, blankalarni, удостоверение, pasportlarni tayyorlaydi. Ana barcha qog'ozlarini ham hammasini u ham falshiviy bo'lib chiqishi mumkin. Ana O'zbekistondagini ham podstavit qilyapsiz. Rossiyada ham mana yurgan o'zi yana statya olyapti. Ana shularni to'xtatish kerak. Tak. Mana 228. Endi uni o'zlaring bilasizlar. Xo'p, endi nima xulosa qilasizlar? Mana shunday maslahatlarga Tupoyskiy, kolxozniy, tvarskiy o'rgatishlar. Odamni jarga tiqyapti. Tiriklayin ko'mayapti, tiriklayin. Bilib qo'yinglar.